Bilardingiz, kengurular soatiga 60 kilogramm tezlikda sakrab harakatlana oladi va bir sakrashda 8-9 metr masofani bosib o'tishi mumkin. Voyaga yetgan qizil kenguruning bo'yi 2 metrgacha yetadi va og'irligi 90 kilogrammgacha bo'lishi mumkin. Ular bir necha kun davomida suv ichmasdan yashay oladilar. Chunki o'simliklar ardan namlikni so'rab oladi. Kenguruning kuchli tepishi 850 funt, taxminan 385 kilogramm bosim kuchiga ega bo'lib, yirtqichlarga jiddiy jarohat yetkazib oladi. Urg'ochi kengurularda embrionlar dipausa deb ataladigan noyob xususiyat mavjud. Bu homiladorlikni to'xtatib turishi imkonini beradi. Sho'r va bo'shamaguncha